Oldimizga 2024-yilda ishlab chiqarilgan LTZ Plus paysalda trekker ikkimiz keldi. 4-5 kun oldin Instagramga qo'yilgan trekkerimiz bilan bir xil paysalda bunga qilingan ishlar resabelsovka taqilgan. 4 ta yangi yumshoq balon, o'zining 17 lik diskalarida paruklar ustanovka qilingan, beskulchoy do'stliklari bor. Probegimiz 56600 km. Stagedan propan gaz qo'yilgan, qimmat chuqurlar taqilgan, polikchalar taylangan. Bu LTZ Plus paysalda sedana bagrefli, konditsioner, pechka, hamma narsasi bor. Salonlari ham zo'r, chiroyli bo'lib turibdi. Premier rul. Orqa salonlari. Mashinamiz tep-tekis zo'r bo'lib turibdi. Propan gazlargacha qo'yilgan. Mashinamiz vakuum bo'lgan, pachoq joylari ham yo'q. Bemalol probeg kraskalarini tekshirtirib olishlaringiz mumkin. Bizdan mashina sotib olsalaringiz, xudo xolasa 1 so'm xarajat qilmaysizlar. Hamma xarajatlarni qilib tayyor qilib qo'ydik. Pastda nomer qoldiramiz, bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Bizdan ko'pchilik manzil so'raydi. Manzil Samarqand viloyati, Chelak shahri. Bemalol telefon qilib murojaat qilishlaringiz mumkin. Telegram, WhatsApp, hamma messenjerlar bor. Chetdagi akalar uchun bemalol murojaat qilsalaringiz, ishlaringiz chiroyli hal qilib beramiz. Hammaga rahmat.